Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yana bir darvozamizni Xudo xolasa o'zimiz Farg'onani quvvasiga olib kelib o'rnatdik. Ko'rishlaringiz o'sha trendda bo'layotgan high-tech fason darvozamiz 1.8 materialda bo'lgan, 2 qavatli variantda bo'lgan. Xudo xolasa bir qator obzorini qilib beramiz. Qanaqa detal ishlatganmiz, qanaqa material ishlatganmiz, Xudo xolasa batafsil ma'lumot beramiz. Kimgadir manfaatli bo'lsa, Xudo xolasa xursandmiz. Albatta videoni boshlashdan oldin bittadan like tugmachasini bosib qo'ysalaring, biz ishlarimiz oldiga bosish uchun Xudo xolasa muntazam ishlarimizni ko'rib borasizlar. Xo'p, darvozamizni bir qator tanishtirishni boshladik. Ko'rishlaringiz mumkin, high-tech uslubda bo'lgan. Hop, yondorlarimizga 2-1 10 burus ishlatganmiz. Taglarimiz 10lik shivillarda bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop, 6 to'rlarimiz, 6 to'r to'qima profillarimiz, 6 to'rlarimiz 1.7 stenkada bo'lgan. Hop, listlarimizga keladigan bo'lsak, listlarimiz 1.8 da bo'lgan. Hop, bu joylari fondi nerjevenka bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. 4 dan 3 ga qilib, bularga ham nerjevenkalarni qo'yib bergan. Ha, lazer joylari ham ko'rishlaringiz mumkin hammasi. Hop, ichiga ketgan mana to'qima profillar mana 2-2 ko'rib turibsiz, bular ham hammasi qalinda 1.5 stenkada bo'lgan. Hop, yondorlarga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, yondorlar mana 1.5 ga 1.5 dan fondi pulini saylantirganmiz. Ichkari tomondan hech yorug'lik tushmasin deb ko'rishlaringiz mumkin. Tepa qismini ham 2 qavatli qilib, o'sha skvozna emas, yopiq qilib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa. Hop, zamoylarimizga keladigan bo'lsak, zamoylarimiz Zuber zamoy, rossiyskiy Zuber zamoy. Xudo xolasa yaxshisidan qo'yib berganmiz. Darvozamiz fondi shumkali 2 qavatli bo'lgan darvozamiz. Orqa tomonlarni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Hop, orqa tomonlar shu ko'rinishda bo'lgan 2 qavatli variantimiz shu ko'rinishda bo'lgan. Bu darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Shu 2 qavatli variant deganda ko'pchilik tushunmaydi. Orqasi qanaqa bo'ladi deydi. Orqasi shu qovurg'amiz ko'rinib turadi orqa tomon. Ha, 3 qavatli bo'lsa, fondi shu joylarga stiklavos solamizda, 3-qavatni ham ashikka qilib beramiz. Hop, shanirlarni 3 tadan bo'lgan. Hop, Center zamon desa, center zamon, rushnoy desa, rushnoy qilib beramiz. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Shu orqa tomoniga mana qilib hermetik sepilgan, orqa oldi kraskalari bir xil, Xudo xolasa, devo kraska. Hop, do'stlar, darvozamiz yoqqan bo'lsa, bittadan like dirs ayamaysizlar, Xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Bitta darvozaga baho berib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Bizning manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. O'sha joyda o'ziga borib zakaz beraman desalar, lakasa tashlab beramiz. Sexda o'zida ham zakaz beraverasizlar. Yo, imkonim yo'q, sharoitim yo'q, keling desangiz, lakasa tashlab bersangiz, Telegram orqali o'zimiz borib o'lchamlarda olamiz. Olib kelib o'zimiz ustanovkalarni qilib beramiz. Darvozalarimiz narxi eng arzoni 450 ming so'mdan 3 milliongacha vibrlar bor. Xo'p, bu vibrimiz 1 kvadrat metr 1 million 300 ming so'mdan kelib o'rnadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 1 million 300 ming so'mdan 2 qavatli variantda materiallarni shu tushuntirib o'tamiz. 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha bor bu darvozamiz kvadrati. Shu 3 qavatli shumkali bo'ladigan bo'lsa, narx-navosini, detallarni Telegram yo'lida ko'rishib, Xudo xolasa gaplashaveramiz. Telefon nomerlarimiz 93 kodi bilan 403 66 nomor raqamiga aloqa chiqsalar, o'zim borib o'lchaman, olib kelib o'zim ustanovkalarni qilib beraman, Xudo xolasa. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, darvozamizga bitta baho beringlar. Paqa. Yaxshi